Dekabrda oxirigacha birov olish boshlangan yurtdoshlarimiz bilan Takpolvonning o'z reyslarini, o'z biletlari bilan qonuniy reyslarda amalga oshiryapti. Sizlar ham tanlovda adashmasdan biz tavsiya qilamiz, bu qonuniy reyslarda jo'nab borsanglar, 2,5 kunda Primoy Abusaqiga kirib borasizlar. Bu reyslarimiz ko'ribsizlar, avtobus Passatgada qonuniy reyslar amalga oshiryapti o'z biletlari bilan. Mana ko'ribsizlar, tanlovda adashmasdan mana ko'ribsizlar, yurtdoshlarimiz Primoy o'z biletlari bilan. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar aka? Assalomu alaykum. O'z biletinglar bilan chiqdinglarmi? Assalomu alaykum. Biletinglarni ko'rsatib qo'yinglar aka. Davlatda qonuniy reyslarda jo'nab ketyapsizlarmi? Aytilingan o'z vaqt soatida ketyaptimi avtobus? Do'stlar, yurtdoshlar, Moskvadan o'sha dekabr oyidamiz. Dekabrda oxirigacha birovlar olinyapti. Reyslar to'xtamaydi. 168 ta qonuniy davlatimiz tomonidan qo'yilgan reysiviy avtobuslar qatnamoqda. Ishonchli katta raqamlar qonuniy reyslarimiz Moskva shahridan amalga oshiryapti. Reysiviy avtobuslar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qayerdansiz aka? Namangan Uchqo'rg'ondan mana. Bugun keldingiz, bugun ketyapsizmi aka? Albatta. O'z biletingiz bilan reyslar amalga oshiryaptimi? Yurtdosh. Yaxshimi? Shikoyatlar yo'qmi? Qolgan yurtdoshlarimizga nima deb tavsiya qilib o'tasiz? Imkoniyatlar yaxshi ekan, albatta shu avtobusga ketinglar. Yaxshi e'tiborlar. Tanlovda adashmasizlar. Mana yurtdoshlar, sizlar ham tanlovda adashmanglar, tavsiya qilamiz. Xotir